Problema jannatda bo'lmaydi xolos. Siz bilan mana yurtimizda agar o'zi qumorga tushib qo'yib, o'g'li qumorga yutqizib qo'yib, o'zi narkosh bo'lib, uyini sotib, qumorda uyini sotib, shunaqa qilib uysiz qolmagan bo'lsa, undan buyon qanday uysiz qolishi mumkin inson? Odam harakat qilsa, o'qisa, intilsa bizda xor bo'lmaydi. Bugun inson o'zini hayotidagi qiyinchiliklar, o'zini hayotidagi qilgan kamchiliklari tufayli bugun qiynalyapti. Yana nima? O'zingdan norozi bo'lsan, yana kimdan norozi? Hukumatdan norozi u kishi. Nidavolinglar u kishi. Sen o'zing shartag'ingchi. Yoshligingda nos chekib, karta o'ynab yurding, nashani chekib, fohishalarga borib, qumor o'ynab, somor yurib. Endi bugun sen qiynalib yursang, bizda nima ayb? Agar sen o'qigan bo'lsang, hunaring bo'lsa, bilimli odam, hunari bor odam, ayting qo'lni ko'tarsin, kim xor bo'lib yuribdi? O'zida ekanmi ayb? Siz o'yingizda ayb bo'lsa, meni ayblasangiz, yoki menda ayb bo'lsa, sizni ayblasam, tasavvur yiqilib tushib sizni tepsam, qoraga nimaga tepdingiz desam, men yiqilib tushdim desam, jinnimisiz siz deysiz. Siz yiqilsangiz menda nima ayb deysiz? To'g'rimi? Bugungi yosh avlod siz bilan menga o'xshab nima deydi? Qaysidir temada, qaysidir ma'noda qiynalmasin desak, bugungi yosh avlodni boshqacha tarbiya qilaylik. Bilimini zo'r o'qitaylik, o'qisin, maktabda zo'r o'qisin. Maktab bolalarimizga maktabdan kelishiga, "Ol, qo'yni boqib kel, bor molni boqib kel" demaylik. To'g'ri boqsin, keyin maktabini darsini qilib bo'lib, hamma yo'lini qilib bo'lib, to'garakka borib kelib mayli qilsin. Bolani bo'sh vaqti dushmanning ish vaqti deydi. Internetda bolalarimizni qachon zaharlaydi bilasizmi? Bo'sh bola keyin internetga kiradi. Ishi bor odam, mana ba'zi birlarga aytamizki, Telegramimizga yozganimga 10 kun bo'ldi kirmabsiz desam, aka uzr deydi, vaqtim bo'lmabdi deydi. Men ichimdan aytaman deyman, malades senga deyman. Qoyil senga deyman. Ko'ryapsizmi? Internetga, Telegramga kirgani vaqti yo'q. Bugun bolalarni internetdan chiqqani vaqti yo'q. Tupoyga o'xshaydi, ko'chada ketadi, quloqda naushnik, signalni eshitmayapti. Bugun Instagramda ko'rdim. Poyiz kelyapti, asosan poyizni signali bilasizmi, chachistika qilib yuboradi. Shuni eshitmayapti bolacha, 15 yoshli bolacha. Quloqda naushnik bilan. Nimaga eng bor balatiga qo'yib olgan, quloqni naushnikni vakuumning ichidan tiqib olgan. Jitcha qolganda ko'zi ko'rib qoldi, sakrab oldi. Ko'ryapsizmi? U bitta ko'rganimiz, bolalar hozir shunaqa hozir.